Yaponiyaning Nobel sohasida 50 yillik planini 24 yilda muddatdan burun amalga oshirdi. 24 soat to'r bekitib tayyorladi. 2001-yili Yaponiya hukumati ikkinchi navbatlik fan texnika asosiy planida ulug'vor nishonni o'tirg'a qo'ygan edi. U bo'lsa 50 yil ichida 30 nafar Nobel mukofoti sohibini yetishtirib chiqish edi. Ayni vaqtda bu plan xalqaro jamoatchilikning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, ba'zilar buni amalga oshishi tas bo'lgan orzu, hatto ba'zilari buni xom xiyol, akavrlik deb atagan edi. Ammo Yaponiya ilm-fan sohasidagilarning harmay tirishchanlik ko'rsatishi natijasida bu nishonga 24 yil ichida, ya'ni 2025-yili oktabrda muddatdan 26 yil burun yetib qolmay, balki eshib ketdi. 2025-yili 10-oyning 8-kuni Kyoto universitetining professori Susumu Kitagawaning Nobel ximiya mukofotiga erishishi bilan Yaponiya tarixidagi Nobel mukofoti sohiblarining soni 30 ga yetdi. Shuning bilan birga 2001-yildan buyangi 24 yil ichida Yaponiyadan chiqqan Nobel mukofoti sohiblarining soni 20 dan oshdi. Bu Yaponiyaning fan texnika tadqiqoti va uzun muddatli strategik mablag' selishning g'oyat zo'r muvaffaqiyatini namoyon qildi. Yaponiyaning muvaffaqiyati siri uzun muddatli plan va izchil mablag'. Yaponiyaning bunday ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirishining asosiy sabablarining biri hukumatning fan texnika tadqiqotiga izchil va yuqori darajada ahamiyat berib, uzun muddatli planlarni tuzib chiqishi hamda uni qat'iy ijro qilishida. 2001-yili o'tirg'a qo'yilgan ikkinchi navbatlik fan texnika asosiy plani buning tibik misoli. Bu planda hukumat tadqiqot va taraqqiyotga silinadigan mablag'ni ko'rinarli oshirib, asosli tadqiqot sohalarini bekitib, raqobat xarakterli tadqiqot fondini ko'paytdi. Buningdan sirт, Yaponiyadagi universitetlar va tadqiqot o'rinlarining olimlarga erkin tadqiqot muhiti yaratib berib, ularning uzun yillar davomida bir sohaga chunqurlab kirishiga sharoit hozirlab berishi muhim rol o'ynadi. Kyoto universiteti, Tokio universiteti va erkin tadqiqot o'rni qatorliq donliq organlar nurg'unlagan Nobel mukofoti sohiblarini yetishtirib chiqib, Yaponiyaning ilm-fan gullanishining asosiy bazasi bo'lib qoldi. Kelgusiga nazar Yaponiya davomli ilgaridaydi. Yaponiya gerçi 50 yillik planni 24 yilda amalga oshirgan bo'lsa-mu, lekin ularning fan texnika sohasidagi qadami buninglik bilan to'xtab qolmaydi. Yaponiya hukumati har 5 yilda bir qidim fan texnika va yenilik yaratish asosiy planini yanilab, dunyoning oldin xatodagi fan texnika yuzlanishiga moslashib, yeni tadqiqot sohalariga davomli mablag' selib kelmoqda. Yaponiyaning Nobel mukofotidagi bu muvaffaqiyati ularning davlatning kelgusi taraqqiyotida fan texnikaning hal qiluvchi rolini chunqur tunib yetganligini, hamda bu sohaga uzun muddat va izchil mablag' selishning naqadar muhimligini yana bir qitim isbotladi. Bu dunyodagi boshqa davlatlar uchun o'rnak bo'la oladigan bir tajriba.